O'rta-Chirchiq tumanida Navro'zni ulug'lash, insonni ulug'lashdir shiori ostida o'tkazilgan bayram sayli yurtimizda milliy qadriyatlarni e'zozlash, azaliy an'ana va urf-odatlarni asrab-avaylash borasidagi ezgu sa'y-harakatlarning yana bir yorqin ifodasi bo'ldi. Navro'z yangilanish, poklanish va mehr-oqibat ayyomi sifatida xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan. Shu bois O'rta-Chirchiq tumanida o'tkazilgan bayram saylida ham ushbu umumxalq bayramining mazmun-mohiyati ifodalandi. Tadbir davomida milliy qadriyatlarimiz, boy madaniy merosimiz va ko'p asrlik an'analarimiz tarannum etildi. Ayniqsa xalq og'zaki ijodi namunalariga asoslangan chiqishlar, milliy kuy-qo'shiqlar va raqslar tomoshabinlarga o'zgacha zavq bag'ishladi. Tadbirda so'zga chiqqanlar milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalash barcha uchun birdek muhim vazifa ekanligini alohida ta'kidlashdi. Shuningdek, Navro'zning o'ziga xosligi, oilaviy va umumxalq qadriyatlarini anglashdagi roli ta'kidlandi. Bunday bayramlar milliy ruhni mustahkamlash va yoshlarimizni tarixiy ildizlarimiz bilan bog'lashda muhim vositadir. Bayram dasturi rang-barang tadbirlarga boy bo'lib, unda turli yoshdagi ijodkorlar, san'atkorlar ishtirok etishdi. Sahna ko'rinishi orqali xalqimizning tarixiy merosi, urf-odatlari va qadriyatlari jonli tasvirlandi. Xalq o'yinlari, milliy sport musobaqalari bayramga yanada fayz bag'ishlab, tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'ldi. Shuningdek, sayl hududida tashkil etilgan ko'rgazmalar ham alohida e'tiborni tortdi. Hunarmandchilik mahsulotlari, milliy taomlar va turli amaliy san'at namunalari namoyishi orqali ajdodlarimizdan meros bo'lib kelayotgan boy an'analarimiz yana bir bor keng targ'ib qilindi.